Assalomu alaykum. 2025-yil 23-yanvar Instagram sahifamizga joylagan ma'lumot bo'yicha tahlil hisobotini beramiz. 1201 Agency tezkor xizmatidan mijozlar mamnun. Kuni kecha bir vaqtning o'zida 15 ta vizasi chiqqan o'quvchilar so'zimizning isbotidir. 1201 Agency xizmatidan aynan bahorgi semestrga 195 nafar o'quvchilar viza olishga muyassar bo'ldi. Natijalarni joylaganmiz. Bunga o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Bahorgi semestr uchun vizalar olishni yakunlamasimizdan avval biz kuzgi semestr uchun hujjatlar olishni boshladik. Til kursi, kasbiy ta'lim, Telex, bakalavriat, magistratura, e-viza yo'nalishlariga qabullar ochiqligini ma'lum qilamiz. Aytib o'tilgan 6 ta yo'nalishga jami 213 nafar talabalar kuzgi semestr uchun hujjat topshirishga ulgurdi. VIP tarifiga bergan e'lonlarimiz besamar ketmadi. Bahorgi semestr uchun VIP tarifiga jami 64 nafar o'quvchilar hujjatlarini taqdim etib, ulardan 10 nafari kuni kecha, bugun esa 6 nafari viza olishga muyassar bo'ldilar. Qolgan 48 nafar o'quvchilar o'z vizasini tasdiqlanishini kutmoqda. Kuzgi semestr uchun VIP tarifining barcha yo'nalishlariga 100 ta o'rinni joriy etamiz. Darhaqiqat, VIP tarifini o'ziga 100 dan ortiq o'quvchilar hujjat topshirdilar. Siz ham shu yoshlar kabi viza olishga da'vogar o'quvchilar qatorida bo'ling. 1201 Agency sifatli xizmat va viza olishdagi natijalar samaradorligi biz bilan oson.